Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, hoş vaxtınlar xeyirli olsun. Bugün bayram, bugün Noruz bayramı, bugün ümid, bugün bahar degan bir kun. Hammalarning Nuruzluq bayramlarga ve Ramazan iyonlari mübarek olsun. Bugün Dünya Uyghur Qurultayı Yaşlar Komiteti ve Dünya Uyghur Qurultayı'nın rəhbərləri bilan birlə hammamizning, kən xalqimizning diasporada yaşayotgan Nuruzluq bayramını təbriklash uchun bir yerga yig'ilib o'tiribdimiz. Avval biz tunji so'zni Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi Turg'unjon Alovdin apandimga beraylik. Turg'unjon Alovdin apandim, siz mumkin bo'lsa muhojiratga xalqi deydigan Nuruzluq munosabatingiz bilan ko'ngilli so'zlaringiz bo'lsa, biz bilan berilgan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat. Oldi bilan men yoshlarımızning, sizlarning kelajakdagi umidimiz bo'lgan sizlarning Nuruz bayramini tabriklayman va shundaqla butun dunyodagi barliq xalqimizning Nuruz bayramini tabriklayman. Nuruz bayrami bizning an'anaviy milliy bayramlarimizning birisi. Bu bayramni O'rta Osiyo xalqlari va Kavkaz, Türkiye'nin bir kısım xalqlari tabriklaydi. Nuruz degan endi baharning boshlanishi. Nuruz degan Farschadan kelgan tilkan Navruzdan kelgan. Navruz degan yangi kun degan bo'ldi-ki, yangi yilning boshlanishi. Demak, bu yangi yilning boshlanishini bizning ajdodlarimiz tarixdan buyon tabriklab kelgan. Chunki baharning kelishi bütün tabiatning yeniden köklep, yeniden ünüp çıkışı, gül giyahlarının ünüp çıkışı, dal-daraxtlarning yaprak çıkarışı ve şunu olan birle meyvelerinin asta meyvelerinin pişip yetilişi ve ziraatlarının pişip yetilişi. Mana şunun başlanışı bo'lgan şu günni ajdodlarimiz tabriklab kelgan bu Nuruz bayramı şuna bizning an'anaviy milliy bayramlarimizning birisi. Xuddi insonmi insonmi tug'ilib, yoshlik davrini, balliq davrini, yoshlik davrini o'tkazib, keyin o'rta yosh yashangan bo'lib, shunga o'xshash bu yilmi xuddi tabiatmi shu shaklda oldi bilan boshlanadi, yangi yil bilan tabiat yashirdi. Asta ondan keyin yoz keldi, ondan keyin kuz keldi, qish keldi, shuning bilan bu yil oxirlashgan bo'ldi. Demak, bu yangi yilning boshlang'ichi bo'lgan Nuruz bayramini o'tkazish bizning an'anaviy mirosimiz, ya'ni ajdodlarimizdan qolgan bir miros. Endi bu kunni sizlardek yoshlar bo'libmi, chet ellarda yashayotgan yoshlarimizning bu kunni tabriklaymiz, bu kunni bayram qilamiz deyishinglar bu haqiqatan bizni xursand qiladi. Chunki bizning bu bayramlarimiz tadrijiy holda Xitoy hokimiyatining madaniyat qirg'inchiligi sababidan bizning milliy bayramlarimiz, milliy an'analarimiz yo'qotishga, unutildirishga to'g'ri kelib qolyotdi. Xitoy shu maqsadda bizning Uyg'urlarning o'zimizni qanday qilganda yo'qotqili bo'ldi, oldi bilan madaniyatini, tilini, an'anasini, an'anaviy bayramlarini yo'qotish orqali Xitoy bizni yo'qotmoqchi. Oxirsida mana degandek irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Mushundaq sharoit ostida chet elda turib, mushu o'zimizning milliy bayramlarni unutib qolmasdan, mushu bayramni tabriklaymiz, mushu bayramni qutlaymiz deganinglar haqiqatan biz cho'nglarga umid bag'ishildi. Shuning uchun sizlar yoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman va bu faoliyatni o'rlashtirayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Yoshlar Komiteti ve Dünya Uyghur Qurultayı Teşviqat Komiteti ve bu şeyge qatnaşkan sizlar yoshlarga qayta rahmetimni bildiraman. Rahmet. Köpten köp rahmet Turg'unjon aka, sizning Nuruz bayramingiz mübarek bo'lsin.
Endi yoshlar bir millatni o'zimizning da'vosi bo'lamdi, o'zimizning kultural merosini qo'g'dash jihati bo'lamdi. Avangard endi biz vatandagi ahvolimiz hammamizga ma'lum. Shuning chet eldagi Uyg'urlar bu jihatda qanchalik avangard rolimizni ado qila olsak, bupmu dunyo Uyg'ur qurultiyi dunyodagi Uyg'urlarning birdan-bir eng cho'ng, eng ko'lamlashgan, eng xalqaralashgan bir organi ve bu organның qarmaqidagi yoshlar komitetining endi yoshlarni yig'ib Uyg'ur davosini, Uyg'ur kultural merosini qo'g'dash uchun bu xil organizatsiyalarni ilib berishi albatta intayin muhim deb qarayman. Endi Dunyo qurultiyi yoshlar komitetining mudiri Rizvonay xonim, siz mumkin bo'lsa Dunyo qurultiyi yoshlar komitetining rolini ve Dunyo qurultiyi yoshlar komitetini ozroq tunishtirib bergash, mendan so'zni ilang. Marhamat. Rizvanay sözünü başladıkça bana ruhsat kılınlar. Ben sizler yaşla hatırcam davamlaştırınlar. Konumdaki gaplarını kılıp tatınmayı. Yaxşı söhbet etkizonlar. Ko'p Ben rahmat. çekineyim ise. Rahmet, selamet bulunmayım ise. Allah'a. Rahmat. Turg'unjon afanim. Assalomu alaykum yoshlar, assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Birinchi bo'lib hammanglarning kirgan Navro'zinglar muborak bo'lsin. Navro'z bilan bugun Turg'unjon afanim degandek yangi bahor, yangi yil, yangi umid keldi. Biz Uyg'urlarning yangi yili. Endi bu yoshlar komiteti, sizlar bilsizlar, men bizning Qadimaz burunqi reisimiz Erkin Zunu efendimden bu o'rinni topshirib oldim. Yoshlar komiteti, Dunyo Qurultayının Yoshlar komiteti bir muhim bir organ deb o'ylayman, chunki biz jiq yoshlarimizni ilhamlaştırmaz, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsataymiz, o'zimiz bilganlarni. Uningdan boshqa biz qurultay bilan bizda jiq rahbarlarimiz, akademiklarimiz, jiq narsanki odamlar ular bizga o'zlarining yo'lini ko'rsatadi. Endi yoshlar komiteti kelganda bizning yoshlar komitetini nima qilamiz? Yoshlar komiteti albatta birinchi o'rinda Uyg'ur yoshlarimizni ilhamlashtirish, Uyg'ur yoshlarimizga advokasiya yuritish, ammo albatta Uyg'ur kultur, Uyg'ur tarix va Uyg'urligimizni unutish va uyutish, unutmaslik va ashlarni ko'rsatish. Men bugun sizlarga bir she'r o'qib bermoqchi, Uyg'urcha. Agar ruxsat bersanglar, bu she'r bilan boshlay. Kechiringlar. Keldi Novruz, keldi navbahar. Yoshlikqa to'ldi yer jahon. Bahorning iliq shamollarida uchirmoqda laglak bollar. Bahor bilan ilidi jahon, bo'k barqisin bo'ldi ham o'rmon. Mevalarni mangdi chechakka, bog'larmi ham bo'ldi guliston. Tog' daryodan suvlar chaqirab, ilib keldi bahorni chillab. Qish burchakka yotgan nimjonlar, bahor bilan turdi midirlab. İlib keldi Novruz baharni, xo'shalliqqa jo'rqib avamni. El avamga berdi asonliq, eritib ham muzluq davanni. Ananimiz bizning bu bayram, qilib kelgan ajdodlar davom. Shotinarkan bilsam hammadan, bu bayramda jafokash dehqon. Yesliti ko'p Novruz bayramning, kütkünü hem dehqon akamning. Ünüp chiqsa ko'klab maysisi, shu o'zidir bayram dehqonning. Yetti to'qqiz xil vadan bilan Novruz ishi pishar qozonda, Novruz ishini o'xshatgan bilsak, dehqon ajri har bir taldanda. Uyg'onidu bahor bilan tan, Teçikken Uygur her bir can, yeni yıl ve yeni hayatlık, el üçün yer üçün bu bayram. Qutluk bolsun hemme avamның, yeni gelgen Novruz bayrami. Novruz bilen bolsun berketlik, iş öqat ve hamid, yan-yançuq. Mübarek bolsun bahar ve Novruz. Çim elge bardın bir yoruq. Nezmen bilen tebriklep turay, kiler kelgüce kim ber hem kim yok. Barchanglarning Novruz bayraminglar muborak bo'lsin.
Ben nevişki bu şe'rni tanladım. Sanglar dehqon, Uyg'ur yeni boshlangan. Biz Uyg'urlar albatta hamma tarafdan bog'u, ammo Uyg'ur vatandagi Uyg'urlarimizning dehqonlarni unutmayli. Ularning qanday jafo tortayotganini, ularning bizning tarixga jiqishlarni, jiq qo'shimchasi borlig'ini, ularning ajrini unutmaslik uchun shunashqa bu she'rni Uyg'ur xalqimiz va vatandagi Uyg'ur dehqonlarimizga atadim. Agar endi ruxsat bersa men keyingi so'zni topshirsam, men keyin qilsam bo'ldi. Bizning Qadinas burunqi yoshlar komitetining mudiri, hozirgi ijroiy komitetining muavin raisi Erkin Zunan apandimga so'z bersam. Rahmat Rizvanay. Sağolun, yaxshimi hammanglarga Navro'z bayramlar muborak bo'lsin. Aldi bilan rahmat shu suhbatga meni chaqirganlar uchun. Shuna xush bo'ldim. Men o'ylagandim bu ro'z Ramazonda bu Navro'z kelib qoldi. Bu qanday o'tkazamiz desak, bundaq ma shakldan bo'ldi-ki, shularga shuning uchun sizlarningki shu ideyaga va shu qilgan nimalarga shuna rahmat etma. Rahmat. Şu biz endi Rizvanay deb o'tgandikidek men bu yoshlar komitetiningki bosh mudiri bo'lib 2020 va 21 va 24 yillar orasida biz shu Navro'z bayramlarida shunday yaxshi u vaqtlarda endi shu Ramazon bo'lmag'achqa konsertlarni, nimalarni o'tkazatdik. Ama ma şekildemi shu ro'z Ramazonda bo'lgan uchun shunday xush bo'lsin. Shuna ma she'r o'qidingiz. Mening bir sizlarga bir savolim bor. Azroq bo'lsin, kichik bir she'r o'qib beray. Keldi Navro'z, kuldi g'uncha, ko'ngil yayradi. Gül ishqida handan urib bulbul sayradi. Shuna bu Navro'z degan hakikaten bizningki Uyg'urlarningki anandan kelayotgan milliy bayramimiz va har qatam biz xush bo'lamiz chunki atyozda hamma narsa ya'ni gullandi va yangidan hayot va bu qishdan chiqqandan keyin shunda hammamiz xush bo'lamiz va issiq bo'ldi havolar degandek. Shu hammanglarga yana bir qatam Navro'z bayramlari bilan muborak deyman. Kelayotgan ro'z Ramazonlar muborak bo'lsin, tutgan ro'zalar va qilgan ibodatlarni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Rahmat sizlarga. Men azroq chiqib ketsam bo'lamda, chunki mening ishim bor. Qolgan sizlarningki dialogni davom qilsanglar. Rahmat. Ko'p rahmat Erkin efendim. Qatnashib so'z qilib berganligingiz uchun. Endi so'zni iftiqorga beramdiq. İftixora azroq so'z qilib bersin. Navro'z bayramliq bizga. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar va hurmatli ko'rmanlar. Hammanglarga kamini iftixordan Navro'zlik o'tliq salom. Endi yuqorida raisimiz Turg'unji Aloddin apandim Navro'z bayramini qisqacha tushuntirib o'tgan bo'ldi. Bu yerda Rizvanay Ilhom xonim va Erkin Zunan apandilarmi o'zlariningki ko'ngillarini izhor qilgan shaklda qo'shiq va she'rlarni o'qigan bo'ldi. Endi men bu yerda Navro'z bayramini qisqacha bir tushuntirib o'tgach, bu bayramningki hammanglarning xabari bo'lgandek hozirning o'zida vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoyning birinchi qilayotgan narsa bizning kimligimizni yo'qotish va kimligimizningki eng yorqin bir namoyandasi bo'lgan madaniyatimizni yo'q qilish orqali bizni tamoman asl-nasya qilish harakatiga olib o'tib bo'lug'liq. Ammo biz bo'lsak, mayli vatandagi Uyg'urlarimiz bo'lsin, muhojiratga Uyg'urlarimiz bo'lsin, o'zimizning madaniyatini, jumladan kimligimizni qo'g'dab qilish uchun qo'limizdan kelishicha tirishib kelyapmiz. Mushundaq bir tirishchanliklar ko'rsatib kelayotgan vaqtlarda nurg'unlagan qarindoshlarimizninki har yili Navro'z bayrami kirgan vaqtlarda kallasida ba'zilarnikida savol bo'ldi. Ya'ni Navro'z bayrami Paris so'z kentoq. Acaba biz bu bayramni Parislardan alganmı? Ötkiziş şeklimiz Parislarnikidan
ötküzgen şu dini ritüelni asas qilgan şekilde ötküze bolğuymutluq degandek suallar payda bolğaşqa bununğa her xil her yanzı köz qaraşlar bulup Noruz bayramını bəzələ ötküzeyli, bəzələ ötküzmeyli deydiğan şekillerdimi türlük münazire ve muzakirlergimi sebepçi buldu. Şu haqda ben bunu endi özemmi şu haqda bir qısqacha sizlar bilan o'rtoqlashib o'tgim keldi. Endi Noruz bayrami, Noruz degan so'zningki o'zininki ma'nisi Farschadan kirgan Nevruz degan so'zdan. Bu keyin Uyg'urcha kirgan chaqda umumlashib, Uyg'urchilashib Noruz degan so'zga o'zgarib qilgan. Endi buni Türkiye milletleri ve Parisi milletlermi naiti çoğun şekilde ötküzüldü baharınınki kilişi, yeni yılının kilişi de. Çünkü gün bilen tün tanışıdığan. Gay yerlerde 3. ayının 20'si ötküzdü. Biz Uygurlar olsa 3. ayının 21. günü Noruz bayramında naiti debdebilik şekilde ötküzümüz. Parislarınki ötküzüş şekli olsa bekerek Zerdüştlikten kelgen şekilde otku çokunduğan, otnu uluglaydıgan şekilde bekere ilip verildi. Biz Uygurlarınki ötküzü şeklimiz olsa Türkiye halklarınki bizninki turvatkan coğrafiyalik ornumuz naiti qattiq soğaq bulduğan, jut bulduğan bir orun. Burunqi ata-bobolarimizning tuğan ötüken tarafdagi bardigan bolsaq, u yerdim qattiq soğaq bulduğan, mal varallar qattiq talan bulduğan, soğaqda üldiğan naiti bir qattiq bir soğaqlan beşimizde ötküzdük. Elbette bu soğaqның tügüşünü biz ecdatlarımız baharının kilişi deb durup bunu naiti qattiq təbrikligen, naiti debdebilik təbrikligen. Bu yerde bolsa burunqi vaqtlarda oğlaq tatışış, keşligi gülxan yıqıb ətrafında qoşaq to'lish deymiz. Onun ətrafından her xil yalnız faaliyetlerini ötküzüş deymiz. Bularning hammasi şu mal varanlarga ziyan yetkizgen, hatta mal varanlarga emas, nurg'ulg'an insonlarni qirilib ketdigan, tugab ketdigan ahvollar bo'ladi. Shularni tabriklaydigan bir bayram şekilde ötküzüp kelgan. Buningki eng yorqin misol bo'lsa, bizningki Uyg'ur ismli atalgan imperatorluğumuz bo'lgan Uyg'ur davlatiningki munqariz bo'lish tariximi naq mushunga berilib taqildi. Uyg'ur davlatiningki ayni vaqtda biz hammaylar bilamizki Qirg'izlar munqariz qilayotgan Qirg'izlarningki istilosi bilan deb deymiz. Uningga Qirg'izlarningki şu vaqtdagi Qirg'iz qabilalarininki Uyg'ur davlatiga kuch yetkidek holat kelishiningki eng asosli sabab bo'lsa-mu, shu qattiq sovuq, qattiq qishdir. Nurg'ulg'an atlarimiz talanib ketgan, nurg'ulg'an odamlar qirilib ketgan shu so'qaqda, shuning bilan u bir davlatningki munqariz bo'lishigacha opirdigan shaklda bo'lgandan keyin ojizlashib ketgan davlatga Qirg'izlar hujum qilib turib munqariz qila olgan. Yani demek olduğum qarindoshlar mushundaq bir qattiq sovuq bo'lgan yerda baharning kelishini qutlashimiz, tabriklashimiz biz uchun qanchalik muhim bo'lganligini bu yerdan ko'ra olamiz. Endi O'rta Sharqdagi davlatlarda, arab davlatlarida bo'lsin, Navruz degan so'zni bularning bilishi Farislar orqali bilgan. Farislarningki Zardushtlikqa diniy bayram shaklida o'tkazishiga qarab turib, shu shakl qilgan. U O'rta Sharqda hammalarning xabari bo'lgandek, u yerda qish bo'lmaydi. Qish bo'lsa-mu, mal varanlarni talan qilgidek, ularni sovuqdan o'ltagidek darajada sovuq bo'lmaydi, uncha qish bo'lmaydi. Men shaxsan o'zim nurg'un yil O'rta Sharqda, Misrda va Saudiya Arabistonda turish tarixim deb kelsa, u yerda hatto darsliklarda, imtihonlarda o'z ko'zimdan ko'rganda qishda qor yog'di desimi, bu degan javobim xato, chunki qishda yomg'ir yog'di degan shaklda mushundaq aytib berilgan. Shunga u davlatlardagi No'ro'z ufqum bilan bizning Uyg'urlardagi No'ro'z ufqumi tamoman ikki narsa. Shun qarindoshlarimizning har qatim No'ro'z bayrami kelgan vaqtda mushu nuqtalar sababli nurg'ulg'an da'talashlar yo'l ichib qoldigan nimalarni nurg'un ko'gashga shun yoshlarimizni va ko'rmanlarimizni mushu tarixiy arx ko'rinishni yo'ritib berish orqali bu biz Uyg'urlar No'ro'z bayramini bir diniy bayram sifatida emas, an'anaviy baharning kirganligi, kun bilan tunning tanglashganligi deb turib o'tkazganligimizni, buni tamoman bir yangi yilni kutib olish, ya'ni bir baharning kirganligini, navbaharning boshlanganligini tabriklash uchun qilganligimizni bu yerdan bilib olib bo'ldi. Endi o'xshash vaqtda No'rozlarda biz
uylarimizni pokis tozalab, o'zaro o'tirsa g'umba, xoplashib qolgan, urushib qolgan odamlar o'sha Navro'z bayramida yarışadigan va Navro'z bayramida shu bahor faslida chiqadigan barliq oshliqlarni yig'ib turib bug'doy deymiz, arpa deymiz deganda purchoq deymiz, mushlarni hammasi yig'ib turib, shularni yig'ib etgan ishimizni hatto Navro'z ishi deb turib atab, o'zaro nihoyatda ko'ngilli shaklda buni bir cho'ng bir bayram shaklida o'tkazib kelgan edik. Bundan keyin muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'libmi biz yoshlar bu an'anamizni, bu milliy urf-odatimizni ajdodlarimizningki bu biz uchun bir tabarruk, bir bebaho bir boyliq sifatida ko'rib, buni uzluksiz davomlashtirib kelishimizni, Xitoyningki madaniyatimizni yo'q qilamiz deb turib ishiltayotgan mushu mengayotgan, tutayotgan yo'liga, ya'ni depiga uslu o'ynab bermaslik uchun o'zimizning madaniyatimizni, o'zimizning urf-odatimizni o'zimizdan boshqa hech qanday millatning qo'g'dab bermaydiganligini deb o'tkim keldi. Hammanglarga rahmat. Rızvan Ay, siz davamlaştırıp mısınız? Birinchidan Iftixor apandim, rahmat. Sizlarga yana jiq narsalarni eslatdi. Mening kichik vaqtimda, masalan, men vatanda yatashganda biz siz degandek Navro'z kelsa bir boshqacha bir xushalliqdi. Xuddi miyada odamlar Christmasga, yangi yil xushalliq ketadi-ku biz ashta. Chunki Navro'zda yangi kiyim kiyatdik, yangi narsalar bo'ldi, payzi tomoqlar, bahor. Bo'lib masalan O'zbekiston ya vatandagi yerlarda yashaganlarda yoki O'rta Osiyoda butunliqi miyada bekmemez hem de Avrupa devletlerinde biz sonra güller çiçekler gittiği bizler gilaslar, ürükler, yılkı ballar diye ben küçük vaktimde isimden şu dereklerge yağmışıp neslerini ürüklerini yılkı horu vaxtıda üzüpçü ya ki altılarının nimda peyzi vaxtı yaşlar. Ki taşıken yani bir nespa Uygurca mesela ben okumayım desek buldu sümelek kıldı. Sümelek diye Uygurcudan bağı da etken gepleştik o mesela inşaatı diye yılkı yeni ösken baharda ot ne? Üzüp, yani bir narsalarni qilib, bütün mali yig'ilib, yo'g'on qozonda qo'shiqni selib, iliqi yig'idi. Unda o'ylasa, masalan, bu yoshlar komiteti men hozir shunda xo'shal yozdim, shu yig'ilsak, shu urf-odatlarimizni yana qayta tushuntirib, o'zimizning bolalarga o'rgatib, ashuni davomlashsak qilsak. Chunki Iftixor degandek Navro'zni biz jiqlat degandek Parsidan oldikmi yo boshqa narsalar deydi-ku, lekin biz Uyg'urning qilgan urf-odatlari, qiliqlari, usullari ajoyib bir go'zal deb o'ylayman. Uni yo'qotmaslik u bizning vazifamiz, biz yoshlarning. Biz uni bilmasak, bizning bolalarimizga o'rgatamaymiz-da. Biz hozir chala olsak. Shuning uchun men yig'ilganda cho'qim hammamiz shu Navro'z bulamdi, Mashrab bulamdi, Yet bayramlari, boshqa narsa ashadagi urf-odatlarni unutmaylik. Uytayli billa qilayli. Hozir eslab shunda ichimga bir xil shu bahorning guldek yuragim ichilib ketdi hozir gaplarni anglab, bu she'rlarni anglab bog'u bir xil. Qani inshaalloh balkim kelaki Navro'zlarni billa yig'ilib, balkim billa qila olamiz shu naqshlarni aytib, belbog'ni bog'lab, hammamiz do'ppidan birini kiyib degandekchi. Bo'pti, men gapni keyin davom qilay. Hozirgi keyingi so'zni bizning Uyg'ur Yuz initiativining a'zosi ham yoshlar komitetining a'zosi shunday chiqishgan yosh singlimiz Esma Mamtiminga bersam, Esma Mamtimin bir she'r tayyorlabdi so'g'atish uchun. Shuning uchun Esma Mamtimin marhamat. Rahmat. Mahliya boshlamdi. To'xtanglar, men sizlarga deb beray. Esma Mamtimin bilan Mahliya bir she'rni tanlagan, biroqdiki, hozir o'qimayman, Mahliya yo'lda emas. Bu Mahliya do'stimiz Kanadadan chiqyapti. Esma Germaniyadan, biz hozir dunyoning hamma yeridan biz uchun qilyapmiz. Mahliya, siz hozir ayta olamsiz, qulay kelamdi yoki helimi? Bu siz aytavering Esma. Bo'ldi. Keyin Mahliya to'g'ri kelsa o'zining partini esib bo'ldi. Okay, men hozir aytsam bo'ladi. Pechat. Amsa sizlar qanday qilsizlar? Bash oqida
Özlerle bilsizler go, he? Devam edin, unda olsa. Tamam. Unda olsa Mahliya Çetinkaya Kanadadan. O bizning o Yaşlar Komitesining a'zosi ve bugün o kız yani Kanadadan bir Uyg'ur bus boshqardi, to'g'rimi? Navro'z uchun. Uni Noruz keyinchi Mahliya tushuntirib berdi. bizning maktabda bo'lgan yangi chiqqan bir kültür fəaliyyətində birinci qitim bizning universitetin birinci qitim tarixdə Uyğurlarning bir Joziyada başladı Uyğurlarni tanıtımız inşallah. Ha, masalan Uyg'ur narsalarni tizamsizlar, kiyimlar bormi, ya Navro'zning nimasi bor, nima qilsizlar, qanday tunishtirsizlar? Bunun da atlasımız var. Dopunu aldım inşallah biraz keş kalıp biraz takip etti. Ama şu bizim Uygurlarını taktığımız bağlı bir oyun aldım. Onda bir çöglütüp hazır TikTok, Instagram'da sosyal medyada bekdanlık boğan çöglütüp sual cevap verilen aşkına oyun edip insanlardan sorayım. Uygurlar kim o, ne bilirler, otur Asyalıklarını ne bilirler, Noruz ne o, Uygurlar Noruz'unu Noruz Uygurlaştırma ait mi? Aşna sorularını oynap, yaş o üniversite ballar bilen aşna qılıp Uygurlarını tanıtışmak istemiz inşallah. Hem ekşik bir kağızını taktıp Uygurlar Genocide 101 dep bir isim koyup Uygur Genocide'nin en basit explanation buldu, tercüman buldu. Uygurlar kim o, nim bulatıdı hem kandak ilsizler yardım kılalaysa bir kağız taktımız inşallah. Ecrinizga rahmat. Rasmiy esil anglanıyotidu. Balkim bu ideyani bizmi boshqa yerlarga ko'chiraylik. Ko'p qilib qilsak bo'ladigan o'xshaydi. Tamam, unda men jiqqa ketdim. Esma, Mahliya, sizlarga qaytadan beray. Ben başlam buldu. Bugün benim aytib bilgan şiirim Uyg'urcha bakma yaxshi emas, ama sinab bakamiz. Noruz köyü Abdullah Tursun yazılgan. Keldi Noruz, keldi köklem köngül yarileri. Noruzumның şadlıqıdın bulbul sayrıdı. Keldi Noruz, keldi ayam atlar taylıdı. Xandandın urup böz toğraymu, nakşa başladı. Zıbarlaşdı təbiyyətnin üz məlikisi. Qızıdı zəb bu Noruzның kuy mərikisi. Qız yiğitlər qılar cüb-cüb bahar seylisi. Keldi Noruz, keldi ayam atlar tayıldı. Oyğunup süt uykusudun canavarlar. Noruz bilen küldü qah-qah tamami canlar. Talçık beni at itişip oynar ballar. Keldi Noruz, keldi köklem dilar yayırdı. Biz sürütüp kökbediler tüge tügüştük. Uruq tuqqan cem buluşup bile yiyiştik. Yeni yılda yeni nişanı ehde tüzüştük. Keldi Noruz, keldi ayım, köngül yayırdı. Erip qarmos süzük sular tarımğa keldi. Qut Noruzda tunuşqan yar yadımğa keldi. Visalimiz üçün qoşlar nağra saz çaldı. Keldi Noruz, keldi ayım bulbul sayrıdı. Dehqan bovam xoşal şünçe şaldıqı hay hay. Qızıp ketdi meşrep toylar uquşup laylay. Xoşallıqqa çömdü barça küldü şat ay hay. Keldi Noruz, küldü avam meşrep ayrıdı. Qizlar esil ko'p rahmat. Esil she'rlar. Bir xil burun uzoq bo'libdi ekan men o'zim o'yliqi. Onda she'r bir narsalarni uyg'urcha anglamay, burun vatan chiqolmaydi. Bir xil bo'lib ketdim sizlarga o'xshashdi. Rahmat vaqtinglar uchun, biz uchun she'r tayyorlig'inglar uchun, bu go'zal sovg'at uchun. Bir xil Navro'zdek bo'lyapti. Agar ruxsat bersanglar, keyingi she'rni bizning komitetning yangi a'zosi Subhinur Ömerjonga bersam, u qizmi bizning singlimiz go'zal bir she'r tayyorlabdi o'zi. Marhamat. Assalamu alaykum hammanglarga. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Bugun bu fəaliyyət qatnaşqanımda nəhayət xoşal boldum. Muş chet eldagi bo'libmi biz yoshlarning mushundaq bizningki milliy bayramimizni davomlashtirishimiz, mushunchalik bo'lsa-mu bir fəaliyyət qilishimiz nəhayət yaxshi bir go'zal bo'ldi deb o'ylayman. Shunga men mushu
Türkiye'de yaşaq vakaleten deyəmdi. Türkiye'den qatnışıvatman. Bizningki Uyghur edebiyatımızda dehqon balası, dehqon şair deb atalgan Rozi Saidning No'ruz namisidan qisqa bir nima o'qib beray deb o'yladim. Bo'lg'achqi No'ruz navbahor ko'klam beshi yilning beshi. Yilning beshida boshqacha o'rkashlidi dilning xushi. Ko'zdagi oq oltinda tog' so'qmoqni ko'zlab har kishi chiqdi etizga yaltiraqlashdi etizning qirbeshi. Bor hammaning o'z ko'nglida bu yilga mos o'ylashqini. Şoňlaşqy No'ruz mehmini her öyde, her bir kentide. Her kim bölekçi aldiraş pikri husulunun pentide. Vaysay demeydi çoň kiçik kaldımgı dep iş pentide. Çünkü bu yıl içmekçi çay el yurt ecrinin kentide. Tapmaydı oňluk asla el ecri bilen oynaşqini. Bek uzun şirkendik, ben bu şinçik okup biray, hemmeňlarga rahmet. Köpten köp rahmet. Avazınız bek yaxşı kebek tez okup ediniz. Rahmet. Resmi şunda çıraylı okudunuz. Köp rahmet. Çıraylı avaz. Sizlergim rahmet. Bizde neçe adam batıq şiirlarını okuyduğan, bizde texizler üçün muzikалық numur tayarla koyduk. Onu asta qısaq buldu. Çünkü asta özümüz muşu çetelgimi Novruz'da ekilimiz. Haqiqi bizning Uyg'urluq sanatlarimizni, örf-adetlerimizni asta ekirmiz sevir bilen. Onun işini. Bo'lmasa keyingi gapni, keyingi videon İhsanbek. Şoň koýamdyk. Video tayarlanyny koyup beramdyk ya qanday qılymyz keyingi numurga. Sizden. Boludu aval bizim hem dünýäniň hem her gaýsy joýlardaki Uýgur ýaşlar gatnaşganlygymyz üçin hemmimizni wagt münasibeti bilen hemmisini okşaş wagtda näq meýdanda program gatnaşdyryş tazy imkaniýet ýer berdi. Şoňşa bäzi äzalarymız videoluk bizge gatnaşdy. Aldyn awa taýýarlagan videony evet şartlyk. Mümkin bolsa bizden rejissor şu videolarni bir göz aldığımızda ekip bergen bolsa videolardan ki anıken biz qalan näq meýdandaky faaliýetimizden gaýta dawamlaşdyrsak boldy.
Novruzunuz mübarek olsun. Ay nima degan payzi. Esil. Bu bala bizning Yoshlar komitetining a'zosi Arslan Gayit bo'ldi. Qozog'istondan. Bek usta, inshaalloh bu qitim yoshlar yig'iniga kelgandimi o'zining talanti bilan, duta tambur san'atlari bilan bizni yana davomli xush qildi. Ishqilib talantli bola bek chiqqu bu komitetda men bek faxrlanaman shuningdan. Endi agar xafa bo'lmasanglar, keyingi gapni men bizning keyingi yosh a'zolarimiz Abdusattorga bersam, Abdusattormi bir nomer tayyorlabdi. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi yoshlar qanday ahvolinglar, yosh tudinglarmi? Hammanglarning Nuruz bayrami muborak bo'lsin. Endi mushu hammanglarning vaqt chiqarib, mushtaq bir Dünya Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining keyin dialoginingki birlikda o'rlashtirgan mushtaq tor dasturxoniga daxil bo'lib o'tganinglarni nayt suyundim, xush bo'ldim. Shuning uchun men masli bir tal she'r tayyorlab kelgan qarasam, hammanglar asosan she'r tayyorlab kelibsizlar. Shuning bilan buni jiddiy o'zgartirish qilib nimaninki o'zingizlash bo'lsoqusdiki degan kitobdagi bir abzasni o'qib bermoqchiman. Başlap kessem. Marhamat. Türlük medeniyet gerelişip ketiyotgan dünyada sen özünün milli ruh ve kimlik kültürünü kurup çıkanmasan bir ictimai məxluq buluş şartını hazırlayanmagan bolsan. Ondaqda ahval sende inavet bulmaydı. Meyli sen kadir bol, texnik bol, doktor bol, yoki injener bol, tənərgətçi yoki hərbi bol, nəşriyyatçı və oxutucu bol, tarixçi yoki sodigar bol, sənətçi yoki hünərvən bol, Orxun Abid taşlarını bilməsən, Oğuznamə və Türk dillar divanını oxu baxmağan bolsan, Yusuf Xas Hacib və Əlşir Navayını düşənməsən, Nozugumdaki haya və ibbətdən qayıl bolmasan, Abdüxaliq Uyğur, Abdurrahim Ötkür, Zordun Sabırlarının əsərlərinin tiki yetənməsən, öz yurtunun tağdəryaları haqqında rivayətlərini anlamağan bolsan, Sadir Palvanның naxşılarına əgişib toğlayayanmasan, Tarım və İli Dərya vadisine berib baxmağan bolsan, Yetgahını köymegen bolsan, Tapının, Təkli makamının qumida köymegen bolsa, 12 muqamını anlap muğlanmasan, Мың oyunu körüp oylanmasan, xalq naxşılardan bağırın erimisa, məşrəbki qatnışıb işçən puşsa, doğapqa nan tügürüp yep baxmağan bolsan, ata, anan və balların aldıda özünü qarzdar his qılmasan, xalqının hayatidagi tuyğu və təcrübələrini beşindən ötküzməyən bolsan, özünün Uyğurluğudan guman qısan boludu. Əmdi bunun da muşumu bir məşrəb deb o'ylaymiz. Hamda bunun ichida deganini hamda nimaga deymiz? Təkli makonga berib baxmagan bo'lsang yoki ili daryolarga berib cho'milib baxmagan bo'lsang degandek abzaslar bor. Ammo bu yak berib baxmagan bo'lsaqmi, qalbimiz har zaman vatanda mushtaq mushu Nuruz bayramini qutlayotgandek bir hissiyat bo'lganligi uchun hammamizda bir Uyg'urlik ruhi jonlanib turibdi deb o'ylayman. Mening so'zim mushagicha. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir Nuruz bayramini inshaalloh vatanimizda o'tkazganlar nasib qilsin. Rahmat. Ko'p rahmat Abdusattor. Ajoyib bir xil kuchlik, jonliq bir she'r oldi, boshqacha. Unutqamaydigan ko'p rahmat ish qilib. Unutmaymiz buni vaqt chiqarib, bugun Navro'zni aldirash vaqtida chiqqaningiz uchun rahmat. Chunki qadrli qardoshlar, chunki jiq yoshlarimiz bugun Navro'z bo'lgandan keyin ularning boshqa programmalarini bardanglar bizniki. Bular shuning bilan hammaga aktiv qatnashyotdi. Shuning uchun yana bir bor rahmat Abdusattor va hammanglarga. Okay. Bizda yana bir necha nomerlar bor. Undan keyin eng oxirida yana bir musiqalik nomer tayyorlagan. U vakilimiz mo chiqdi asta. Degandek shu vaqtda har xil bo'lib qoldi dunyoning hamma yeridan, Yevropaning hamma yeridan. Endi keyingi so'z qilish fursatini biz Elshad Eminovga beraylik. Qozog'istondan Yoshlar komitetining muavin raisi u, xatırlaşmasam. Sen ovozingni aytib. Alisher muavin raisi, Elshad bizning Fadinas vakil.
İlşat İminov çıkışladı baş kılıp. Merhamet İlşat siz Assalomu alaykum. Novruz mehrimi mübarek bo'lsin. Söz berginiga rahmat. Endi men mush Qozog'iston, O'rta Osiyada Novruz mehrimi qanday to'ylandi, shuni qisqa yetib ketsam. Bugun bo'lsa 21 martdan boshlab 25 martgacha asli butkul mushu mart oyida kunlarga bo'lingan. Her bir kunninki o'zininki qanday aytsa bo'ldi. Bu Qozog'istonda boshqa davlatlar O'rta Osiyo bilan biroq vadim cho'ng to'ylaydi. Bizda bo'pmi kunlar bo'lingan. Bir kuni salom kuni deydi, bir kuni rahmat aytadigan kuni deydi. Va bugun 21 mart bular Qozog'istonda dam olish berib 5 kunga 5 kun ichida Navruz o'zini haqiqiy Navruz bayramini to'ylayotdi. Bu Qozog'istonda jiq millatlar bo'lgandan ham turk millatlar jiq bo'lgandan butkul hamma millat vakillari bosh qo'shib o'z nomerlarini tayyorlab Olmucherda bo'pmi 5-6 rayon bor. Har bir rayonning hokimiyati sahna qurib, artistlarni chaqirib, uni orasida Uyg'ur artistlarni jiq nurg'un nomerlarni ko'rsatib, Uyg'urninki kigiz uylarini tikib, ashadma Uyg'urlarni tanishtirib, har bir millat o'zining millatini tanishtirib o'tadi. Shunday milliy o'yinlar bo'ldi u yerda. Burun kelayotgan o'shuq, to'qqiz qumaloq deydi qozoqcha o'yinlar bor, shaxmatga o'xshash turli o'yinlarni o'tkazildi. Arqon tortish degan bor, qo'yni dumdisiga otib mashq qiladigan. Bizda burun vatanda botdi-yu chelishish debdi, chelish. Biroq bu Qozog'istonda qozoq kuresi bor, ashaqlarni boshqa faoliyatlar o'tkazdi. Bu bir kunlik bir faoliyat emas. To'ylash 5 kun bo'ldi, biroq da hukumat tarafidan 21 ya 22 martda cho'ng qilindi. Uningga bizningki hukumat boshliqlari ham qatnashgani uchun butkul Qozog'istonda shunday Navruz bayramining da purg'i sezimi jiqda ko'proq bilindi boshqa davlatlarga qaraganda. Chunki bugun davlat boshlig'i poytaxtimiz Ostonada cho'ng murosim o'tkazib, faoliyat o'tkazib qatnashdi. Shunday butkul millat xalq damag'andiki, o'ris bo'lsin yo boshqa ukrainlik bo'lsin, hammasi shunday yaxshi qarshi oldi bayramni, shunday to'ylaydi. Shunday bu yerda hamma yerda mushu 5 kun ichida mushu odam yig'ilgan yerda hamma yerda bizningki Uyg'urlarga o'xshash Navruz qo'ji deydi qozoqcha, ash taqtildi. Bekaga ham har bir kigiz uyini oldida Uyg'urlarda pulu bo'lsin, boshqa millatlar, boshqa taomlar bo'lsin, qozoqlar besh barmoq bo'lsin, hamma ustay rasvoq haqsiz taqtildi. Navruz qo'jimi ko'ch-ko'chlarda haqsiz taqtildi. Shunda cho'ng bildi bu bayramni. Hamda bijo ro'za vaqti kelib qoldi. Shunda bo'lsa bugun bizniki maydonlarda yomon nurg'un odam qarshi oldi bu bayramni. Shunda adam xushal bo'lgandekda. Ham yer yurib Uyg'ur milliy kiyimlarini ko'rib, Uyg'ur milliy usullarni, naqshlarni anglab, bizniki cho'ng cho'lponlarimiz, dervishlar bo'lsin, boshqa sozanlarimiz chiqib naqsh aytgandiki, bir vatanda yurgandek bir o'zimizni his qilamizki, bugun cho'ng'larimiz hammamiz do'ppini kiyib chiqdik maydonlarga, har kim o'z rayonda, o'ziniki yurtida ham to'ylab o'tdi. O'sha bir chiroyli Navruz degan bir chiroyli bir bahor kelgan bir bayram. Ham biz bugun shunday yaxshi bu yerda to'ylaymiz. Har kim o'z davlatining chiqsa birlikda o'tirib, har qaysi nomer tayyorlabdi, she'r tayyorlabdi. Niyaraq Qozog'istonlik
Tembirdim şunda chiroyli sazvan sazvan chelib berdi. Hamda Alloh nasib qilsa biz online emas, offline bushtaq bir Navro'zni o'tkazsak inshaalloh o'sha ro'z Ramazon vada jiqaraq dugat bo'yib hozir 10 kun oxirgi Ramazonning 10 kunida kechni namoz o'qib turib vatanimiz uchun, millatimiz uchun dugamon qilib o'sha vatanimizda yig'ilganni Alloh nasib qilsin. So'z berganiga rahmat. İlşat köptün köp rahmet bizge Qazaqstanda ötküzüldüğün Novruzlar doğruluq nime bəginav üçün, fikir bəginav üçün. Bək yaxşı boldu. Mümkün bolsa, müş İlşatman bizge evet bəgən videolar batdı. Aval av videodaki videoluq qatnaşqan ballarının videolarını bir bizden rejissor hazır qoyup bəsə şularını bir körüp etip, anadikin sözlü mən Rızvan'a berey. Anadikin ya naxşı programlarına öteyli. Texnik mesele görülüp durdu. Amal yok. Bu videoni Alisher efendim evetdi değil mi? Ha, pardon. Eğer tushiradigandim ballar bilan bo'lmay qoldi. Yaman baranchirim bu katta ashat milliy kiyimlarni kiyib borgandik Navro'zga. Kiygizuvni olib tushiray desam bo'lmay qoldi. Nimda yaxshi bo'ldi. Bizning qadrlik boshqalarni ko'rsa. Okay. Mesela texnik jihatdan bir mesele var bizden rejisi bir qayta bir kontrol qilib qo'ygan bo'lsangiz. Paligan No'ruz. Başımlar sen bilen yangi bir hayat. Oğunup uyqudan yer jahan No'ruz. No'ruz bayraminglarga muborak bo'lsin. No'ruzingizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Kavsar Kurash. Men sizlarga bir o'zim yozgan she'r o'qib bermoqchi. Umid. Tatliq yo'qab, ochiq qoldi. Yurak og'rib, yoshlar oqdi. Qushlar ketib, yomg'ir yog'di, ammo yana quyosh botdi. Chavoq chilib, dushman qopdi. Yot yurtda do'stlar yotdi. Yasin to'lab, yolg'iz mondi, ammo yana quyosh botdi. Jafo tortib, yildan yilga, g'alaba qildik, alhamdulillah. Sözümüzni unutilmasak, umid bardur bizning tilda. Rahmat. No'ruz bayraminglarga muborak bo'lsin. Bu bizning videoni tatqanlar şu birincisi İhsan efendim degandek birincisi Qozog'istondagi balla bizni tabriklab evetdi. İkinci videodagisi Amina Tursun, Germaniyadagi Yoshlar komitetining a'zosi, ham vakil ham u Esma Mamtimin bilan birga Uyghur Youth Initiative'ning a'zosi. Ular yoshlar uchun jiq videolarni qilgan, sizlar chuqumini to'rda da bir yerlarda ko'rgan. Üçüncü videonu qilgan bizning Norvegiyadagi fikrimiz Kamran bo'ldi. O mo'ying aza va kelajakda jiqishlarni qilsa ko'rmas Xudoy bo'lsa. Endi agar ruxsat bersanglar biz ajoyib bir musiqa biz deb qo'yaymi bu vaqtashni o'zimga elib talantli artistimiz bizning yoshlar komitetining a'zosi, qurultayning vakili va Uyg'ur kultur va madaniyat komitetining mudiri Mo'minjon Rahmonga bersam, o'zinglar bilsa Mo'minjon Rahmon nechiliqi Uyg'urcha eventlarda muzik chelib, o'zining talanti bilan bizni xush qilib, Uyg'urligimizga yaqin keltirib akyapti. Bizga bugun vaqti chiqarish uchun shunda faxrlanaman. Ko'p rahmat. Agar ruxsat bersanglar, sizlarga ruxsat. Keyingi so'z. Assalomu alaykum. Ovozim kelyaptimi? Kelyapti. Hay, bunday yaxshi sizlarni ko'rish bir yerda. Bir xil No'ruz faoliyatini mundaqlik
Səhkinlərə çıxmasında özləri oturub ötküzək buldu ki, bəzi çıxırkən. Sizlər qanaraq ketib bardı? Başquruvchilar. Oradan qo'limizdan kelguncha tirishyapmiz. Ba'zi texnik masalalar ko'ryapsizmi? El qilishib tirishib ketib bormiz degandek. Yani şu rahat bo'lgan yaxshi baribir o'zaro o'tkazibdiq bu yerda boshqa tishini ko'rayotganlardan bekerek o'zimizga o'zimiz nuruz qilibdiq bu bir yaxshi faoliyat bo'libdi. Men yo'lda ish bo'lib qoldim ama shuni yo'lda ko'rib keldim, men bu she'rlarni angladim, gaplarni angladim. Ankiz ot ta'mir jag'an ag'inimiz shundaq payas chapdi, tutani kim chag'anda uning. Kelajakda birga chalsizlar. Shunday yaxshi chapdi ko'rsatamiz. She'r o'qigan singillarimiz, enlarimiz hammaning og'ziga sog'liq. Chet elda cho'ng bo'lib, uyg'unib, she'rni o'qish o'ng'ay gap emas. Biz o'zimiz uyg'urcha bo'lgan bilan men shunday qoyil bo'laman. To'g'ri. Durust. Bu bolaning ashuni o'qib chiqmoq cho'ng gap. Endi men nima qilib beraysizlarga? Siz bizni san'at numeridan oziqlantirib. Hammalarning Navro'zi muborak bo'lsin. Bek jiddiy, seriöz o'tirib ketmaymiz daq. Navro'z deganni iftiqormi dedi shunday yaxshi bir muboraklashimiz, tantana qilishimiz, erkimi degandek, shu hammalarning gapi degandek, Navro'z bizning bir milliy ham yillik tamda qandaq deymiz bir eng cho'ng bayramimiz mencha. Hamda diniy bayramimizning ikkisi bu o'zimizning milliy bayrami. Tabriklaylik. Qandaq xo'sh bo'lsak shundaq tabriklaylik. Qandaq xo'sh qila olsak shundaq tabriklaylik. Unutib qolmaslik eng muhim narsa o'zimizning Uyg'urligini. Uyg'urligini unutib qolmaslik uchun gaplarni qilish to'g'ri. Ammo harakat bek muhim. Bizning Uyg'urligimizga xos faqat alohidliklarimiz bor bir qanchalar. Qo'limizda sanalaydigan ammo nihoyatda cho'ng o'zimizga xos alohidliklar. Bularni eng avval diqqat bersak, undan keyin bo'lsa o'rgansak, undan ishib ketarsak, o'rgatsak, undan yaxshi bo'lmaydi. Biz shu chet elda yashab, vatanning tuproqining holiga, dag'diga yetayotgan vaqtida buni boshqa ish qilamiz. Avval chiqatimda. Da, unush baqaya. Qanchadan ba'zi Biz jiqlarni chiq kelsin deb, texnik to'g'ri kelsin deb streamda ko'ryapti-da. Chiqirib. Naqshlarni, tükkanlarni o'zimiz avtomatik nim qilyapmiz. Men majburlab chiqirib etdim. Ama ikramliqi iniq chiqsin deb-chi, bek chiqadan bo'lsa, biz ilqmasini naqsh etayotgan odamlar bek kichik chiqib qoldi ekan. Lekin jiqlar ko'ryapti-da. Ko'rgan. Sizda umid chiq. Güzel. Siz naqsh etmayman deb turibmisin deb sizga. Ya şu ko'rayotganlar bo'lsa bir texim yaxshi. Shu degandek bu kültürümüz, bu medeniyetimiz şu bizga ham xos. Hech qanday boshqa millat chiqib tutachib naqsh etamaydi, tambir chalamaydi. Mesela şu bana ko'rsatayman, ammo mening studiyamdagi ancha-muncha muzikalarni bahona bo'lsin. O tambir, sata. Ayada gitar tutalar, vapla degandek narsa bende. Emine soluk. Ay nima desanlar shu ba'zircha. Unda bo'lsa, yine bir naqshni bir o'qib berasizlarga, ovoz kelayotgan bo'lsa. Aydın akşam bakka kirsem alma pişirdi. Ey alma pişirdi. Al mileri kızıl gülge yerge düşürdü. Aydın akşam bakka kirsem alma pişirdi. Ey alma pişirdi. Al mileri kızıl gülge yerge düşürdü.
Yerge düşken almılanın yaprağı bulsan ey yaprağı bulsan Könglimdeki şu yalanı amreği bulsan Yerge düşken almılanın yaprağı bulsam ey yaprağı bulsam Gönlümdeki şu yalanı amreği bulsam İsil. Çok rahmet. Ama Bekisil. kıçı özüm mokam azırak araya bilen nimeni. Aydan akşam degen nakşını okupadım hem de. Biz hazır bir neçe sekund gerek özümüzü birleştir olaylı bunda acayip bir kıl şahsi konsertdeki. Çok rahmet Mümincan Rahman. Benden bu güzel yani talantınız, vaxtınız, energiyani bizga chiqarib biz uchun o'ynab berganingiz uchun ko'p rahmat. Navro'z mana Navro'z bo'ldi, bayram bo'ldi. Shu o'ynab bilmay buni. Shu emasmi? Agar ruxsat bersanglar, balki Mümincan yana uqmayman. Bizni xo'sh qilamdi, yana bir numar bilan qilmamdi. Uninggacha bizning muavin mudir Alisher Zordinovga kichik so'z bersam, umum Navro'zni biz bilan tabriklamoqchiga Alisher Zordinov abayqi balla kichik balla avatgan videoni qilgan. U bir necha kun yaqi Qozog'iston bo'lgandiki, uning yaxshi yeri
Uyg'urlarning orasida Novruz, bayram, balkim u puroqni bizga biroz akila. Alisher Zordinov, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Navruz bayrami muborak bo'lsin. Shu biz ben o'tgan videoda biz bugun yerlik madaniyat markazi bilan birga shu yoshlar Dünya Uyg'ur qurultoyining yoshlar komiteti bilan uyushtirib Uyg'ur maktabda o'qiyotgan bolalarni shu sport tarafdan, madaniyat tarafdan yoki Uyg'ur tili, qozoq tili, rus tili, keyin ingliz tilidan olimpiada degan kviz damdiq. Shu yerda bir o'rinlarni olganlarni mukofotlab, tabriklab, bir prizeslarni berib, shunaqa faoliyat o'tkazgan shu. Shuni deb o'tib ketadiganman. Rahmat. Ko'p rahmat Alisher Zordinov. Men ko'rdim, biroz o videolarni ko'rdim. Kichik bolalar shundayligi umaq nima ularni jonlantirib demdi, ilhomlashtirib keyingi prize bir narsalarni berib. Shunday yaxshi ish. Alisher Zordinov shu O'rta Osiyodagi bizning yoshlarning ishlarini davom qildi, hammasi o'zi boshqarib, o'zi qilib, yangi narsalarni to'qib qilib. Ko'p rahmat. Endi qanday davom qilsak, bizning programma xeyli oxiriga kelib qoldi. Vaqtlar olmay bizning shu niyatimiz bo'libmi, faqat biroz bo'lsinmi, shu yoshlar komitetidan, Uyg'ur yoshlarining nomidan bo'libmi, hammalarini Navro'z bilan tabriklashdi. Hammamizni o'zimiz biroz eslab, Navro'zning, xushallikning, yangi yilning yangi umidlar kelsa qanday bo'lishini, meningcha bu go'zal she'rlar bilan, go'zal musiqalar bilan bo'libmi, oxirgi jonliq duta musiqa bilan anglab bir xil umidlar keldi. Bilsizlar, o'zinglar bilsa, hammalar oxirgi vaqtlarda qayg'uli xabarlar jiqib ketdi. Tailanddagi Uyg'urlarimiz qaytarilgandan boshqa sabablar bor. Ish qilib bu xafachiliklarning orasida meningcha Uyg'urligimizni, urf-odatlarimizni unutib qolmaslik bek muhim. Albatta bu Ramazon oyida boshqacha bo'ldi, lekin she'r bo'lamdi, dutta, usul, musiqa, 12 muqam bular bizning Uyg'urlarning tariximiz, Uyg'urlarning urf-odatlarimiz. U boshqa, qag'ini boshqa, shuning uchun men bek xushal biz hamma narsani biroz kichik bo'lsinmi, oz soz bo'lsinmi yig'ib qadrlik tomoshabinlarga davom qilganligim uchun bek faxrlanaman, bek xursandman. Hammalar uchun bek ko'p rahmat. Chunki hammalar shu ishdan boshqa yerdan kelib vaqt chiqarib, mishak vaqtinglarni berib, numur tayyorlab qilish oson emas. Aldirash vaqtida ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat Rizvan aka. Rahmat Ihson. Endi programmamizni o'sha yerda oxirlashtiramiz. Sen oxirlashtirin, burun men bir narsa qistirey qara. Kichikina. Bu sizlarning qilayotgan narsang bir supida bu, sakna. Bizning hozir vatanimiz bo'lmagandan keyin, to'proqning ustida yashamayotgandan keyin bizga supa lozim, sakna lozim. Shuning uchun bu narsaning bu to'liq bunday kamchilikni to'plab kelayotgan sizlardek shunday bir mediachilarga avval rahmat deyman-da. Bek yaxshi bek narsa. Chunki bir-birimizni tepish uchun, bir-birimizni ko'rish uchun, bilish uchun supa lozim. Dunyoning to'rt tarafida yashayotimiz kim nima ish qildi? Abay sen ovozing yaxshi keldi. Demak, diqqatni tatqashqa birisi bir o'qigan she'rning ovozini bundan keyin ishlatalayotganman degan bir ideyadan keldi. Menga shu o'xshashlar mayada musiqa bolalarni anglagandeklarmi, musiqa chalgan bolalar bor ekan, mana yolg'iz emas ekanmiz. Bir-birimizni mushtaq tepidiganga bir supa lozim deb, bu supa mushtaq bak yaxshi bo'pti, rahmat. Mush supaning borida hozirmi davolay. Xudoyim bilsa-da, mening Uyg'ur madaniyat markazi, Uyg'ur madaniyat markazimizning xudoyim bilsa 4-oyning 5-kuni bir yetlik faoliyat o'tkazmoqchi. Kelalaydigan imkoniyati borlar bo'lsa, texmi yaxshi bir naq maydon konsert bo'ladi. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Tirishman shuningga. Shunga hammalarning kelishini umid qilamiz, taklif qilamiz. Anglamaganlar bo'lsa, anglaganlar bo'lsa, bir-birini yetkazib, mushtaq bir-birimizni qo'llaydigan vaqtlar shu. Cho'nglarni qil deb bo'lsa qilib olmayotgan yoshlar bir-birimizni mushtaq qo'limizga qamda amal yo'q.
Şu narsani qistirib qo'ydim. Bu biz uchun bek muhim. Hamda hozir shu international cho'ng sakinlarga biz o'zimiz Uyg'urcha chiqolmagandan keyin shu biz o'zimizni taraqqiy qiladigan bir yaxshi amal ekan. Elbette. Çok Köpten doğru. köp rahmat. Bizim kanalımız şu sizler için var. Sizler bu musamman. Özümüz çıktı sizdeyimiz şu sizler. Bu andaki sizler bakenimizde de kokmay başladık bu işini. To'g'ri. Hakem Lekin Hı. Mo'minjon degan efendim degan gaplar bek to'g'ri. Bizga platform kerak, bizga Uyg'ur yoshlarga amal kerak bo'libmi, hamma taqil ketgandiki mushtaqiligi fursatlar bek ozchu birlashib qo'llab deyishalaydigan. Biz bunda fursatlar bo'lsa ching tutishimiz kerak, foydalanishimiz kerak. Shuning uchun bu har bir mushadi bugun vaqtini chiqarib, qo'shilib qilgan odamlarning ajri hargiz unutmaymiz. Ham bekkiligi mening Uyg'urcham biroz chala kechirsizlar, ammo asta-asta yaqinlashib kelar bunday vaqtga kelsam jiddiyman-ku. Chiroyli. Mushta vaqtlarda kelganda bir xil sizlarning ajringlar bekkiligi qadrlaymiz. Yuqorida ko'rimiz yurtimizni saqlaymiz deb qo'ya ish qilib. Ammo Mo'minjon degandek to'g'ri biz mushta keyingi bir narsalar bo'lsinmi yoshlar, ko'rayotganlarning do'stlari, adilari, qolganlar qo'shnilaringlar hammasiga deb chiqarib, zo'lab yoshlarni birlashtiraylik, akilaylik. Chunki kelajak bizning qo'limizda yoshlar. Uyg'urligimizni asrab qilish bizning qo'limizda. Bu bizning power. Biz bir nima qilsak, boshqalar kim qildi shuning uchun kelinglar minglarga sizlarga bizning ishigimiz ochiq, qo'limiz ochiq, nim maslahat bo'lsa biz hammamiz beramiz. Bu yerda chiqqan har bir yoshlar, qurultoydagi qadinas odamlar hammasi bor. Qanday savol javob bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, Uyg'ur bo'lsam biz Uyg'ur uchun bor. Uyg'ur uchun yashaymiz, Uyg'ur uchun kulimiz, Uyg'urimiz uchun davom qilamiz hayotni. Shuning uchun yoshlar rahmat tamamlarga bugun ko'rganlarga, ko'miganlarga va meningcha bizni oxirgi bir sovg'at keldigan o'xshaydi Mo'minjondan. Sizlarga javob birov auditoriyani anglaylar, tamrini zaten anglab bo'linglar. Ravob chepar sizlarga. Oxirgi mushtaq tugdaylar. Davası Qashqarning nima Toshvoy degan tog'imizdan, bobomizdan shuni ijod etdi. Yavrum chapiraya yavrum ya. İgiz vay dağ başıda çırak köye duya yarım o köyenler vay çırak vay yürek köye duyan
İgiz igiz vay tağ başıda Kurgoy agi duya yaro Kurgoy agi duya yaro Vagigen vay kurboy aman vay agi duyan Bir dana erdim yaray mundana buldum Bir dana erdim yaray mundana buldum Aklı uşum din yaray bigane buldum yaray bigane buldum yaray Kuşlar ben sana ömrüm yarim diyeysen Kuşlar ben sana ömrüm yarim diyeysen Sendek kızıl gül yaray her cayda bulmaz Sendek kızıl gül yaray her cayda bulmaz Her cayda bulsa yaray Sinningçe bulmaz yaray Sinningçe bulmaz yaray Kuşlar ben sana ömrüm yarim diyeysen Kuşlar ben sana ömrüm Vay yarim diyeysen Süper. Köpten köp rahmet. Pek yaxşı oldu. Vahşi isil. Tişidin Mabul kep kop. kulam soğuk biraz ilişki Yaxşı oldu. Uygur degen şu özümüzün hem de dünya tontumuz tek bir sentimiz var. Bir özümüzün olmuş medeniyet alaylıklarımız var. Şu biz özümüz assimilasiya bo'lib ketib qolgan bir millat bo'lganligimiz uchun qancha o'zimizning milliy alayliklarga chin isilsak qancha o'zimizning kulturini o'zimizning san'atini qo'g'dashga shuncha intilsak mancha o'zimizning milliy kimligimizni saqlab qolish uchun besiladigan eng muhim eng sog'lom qadam shu deb o'ylayman. Ko'p rahmat bu Uyg'ur san'atini qo'g'dash uchun sizlar chiqish qilyapsizlar. Uyg'ur madaniyat markazidan Norvegiyaga deyman o'tkaziladigan kechirganlar. Norvegiyada. Naq maydonda mushunaq ishlarni anglashni xohlaydigan qarindoshlarning hammasini Norvegiyaga taklif qilamiz. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqtni xil berib qolibdi. Endi programmani mishal oxirlashtiraylik. Aslida debsizlar bu haftada bir qilinglar bu programma deb haftada qilmaymiz, lekin bayramdan bayramga yana Rizvon ayning yetakchiligida Dunyo Urdu Yoshlar komitetining o'rlashishi bilan yana faoliyatlarimiz bo'ldi inshaalloh. Hammalarga ko'p rahmat. Rizvon xonim. Rahmat. İhsan ko'p rahmat. Mushu u dialogda bizni qatnashtirganlar uchun, biz uchun bir o'rin, vaqt berganlar uchun. Bu faqat mening nimam emas, chunki bu yerda yana bir Turdi degan bola bor, Turkiyadan bu hamma narsani boshqaryotdi. Hammalarga bir rahmat. Agar yana ko'rayotgan odamlarga demoqchi, biz albatta qurultayning komiteti bo'lsinmi, yana bir dendek biz Uyg'urlar uchun. Hamma yoshlarni, hamma qatnashima aktiv bo'lma, Uyg'urim uchun, vatanim uchun
siyosetmi, kulturmi, madaniyatmi har tarafdan o'zimning bir sarpini qo'shiman deganlar uchun eshigimiz ochiq, kelinglar. Yana bir qatim Navro'zinglar muborak bo'lsin. Agar buni yana bir qatim bunday kechilikni qilmoqchi bo'lsanglar, 4-oyning 4-dema, deysi Osloga beringlar. 4-oyning 5 Osloda. Unda teximiz sizlarni go'zallik bilan Navro'z bayramlari kutadi. Rahmat. Hamma lancımı faqatla ko'rayotganimiz sizlarni shu. Mana shu. Ehsaha. Arzona hay. She'r. Kim ko'rayotgan bo'lsa hammanglar kelinglar bir. Shu banada ko'rishamiz. İnşallah.